Jek kompaniyasi bilan hamkorlikda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti qoshida tekstil korxonalari uchun texnologlar va konstruktorlarni o'qitish kursi tashkil etilgan. Biz hozir shu kurs faoliyati bilan tanishish uchun keldik. Marhamat. Konstruksiyalash darslarida turli metodlardan foydalangan holda ayollar, erkaklar va bolalar kiyimi assortimenti asosiy turlarining konstruksiyalari oson, tushunarli va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan darajada mukammal o'rgatiladi. Kurs davomida turli qomatlarga mos konstruksiya qurish, ulardan andozalar tayyorlash va ularni razmerlarga ko'paytirish usullari o'rgatiladi. O'rgatiladigan konstruksiyalash usullari bir necha bor tekshirilgan bo'lib, zamonaviy va kamchiliklari yo'q hisoblanadi. Kursni tamomlagan tinglovchilar mustaqil ravishda turli kiyimlar konstruksiyasini qura oladi. Bu xonada Gemini dasturida kiyimlarni loyihalash o'rgatiladi. Biz esa dars jarayonining guvohi bo'lyapmiz. Gemini dasturi yordamida kompyuterda tikuv va trikotaj kiyimlarining konstruksiya chizimini noldan boshlab qurish, dastur xotirasiga kiritilgan tayyor kiyim andozalaridan foydalanib ham texnik modellashtirish yo'li bilan yangi kiyim andozalarini qurish mumkin. Bundan tashqari, Gemini dasturida andozalarni razmerlar bo'yicha kompyuterda kattalashtirish, andozalar joylashmasini bajarish, kiyimni korxonada ishlab chiqarish uchun andozalar to'plamini tayyorlash mumkin. Ish yakunida tayyor andozalar plotter yordamida haqiqiy o'lchamda chop etiladi. Kiyimlarni materiallarda loyihalash darslarida kiyimni fransuz metodikasida modellashtirish o'rgatiladi. Bunda tekis mato bo'lagidan manekenda murakkab bichimli hajmdor shakldagi yangi kiyim modellari loyihalanadi. Bespoke erkaklar klassik kostyum shimi guruhida esa har bir mijozga alohida yondashgan holda premium klassik uslubidagi erkaklar pidjagi va shimini loyihalash va tikish o'rgatiladi. Texnologiyasi fanidan Jek tikuv mashinalari bilan ham tanishuv, ham shu bilan birgalikda amaliyot darsi o'tilyapti. Keling kuzatamiz. Konstruktorlar tayyorlash kursidan o'zimga yetarli bilimlarni oldim. Kursda tashkillagan Ilhom aka Rozliyevga rahmatlarimni aytmoqchiman. Jek kompaniyasiga kelib, so'nggi rusumdagi mashinalar bilan tanishdik. Bu kursdan men juda ham ko'p yengilliklar oldim. Jek kompaniyasiga minnatdorchilik bildiraman. Birinchidan menga eng qiziqib kelgan narsam Gemini programmasi bo'lgan. Bu Gemini programmasini biz amaliyotda qo'llab kelganmiz. Ularga juda havasim kelardi va o'rganishni niyat qildim va ancha malakaga ega bo'ldim.